Huvaydodan noturar bino sotiladi. Narxini eshitsangiz, qarz olib bo'lsa ham oladi. Mana bu Huvaydo masjid bo'ladi. Mana to'g'ri mana Beruniy bilan tushib kelaverish bo'ladi. Mana masjidda shu binoyimizni baraka qilsanglar bo'ladi. Narxlarini videoning oxirida aytaman. Assalomu alaykum. Bizga obuna bo'lib qo'ysanglar, mana shunaqa zo'r takliflarni qo'ldan chiqarib yubormaysizlar. Jaluzi sexi bo'lgan ekan, bu yerda chiroyli qilib showroom qilib qo'yishgan ekan. Xo'p, turardi. Dokumentda turardi. Bu o'zi noturar binoga o'tkazsanglar 170 kvadrat maydonga ega 6 sotuvga tushgan. Mana bu yerda mana buxgalter xonasi bo'lgan. Mana umumiy binoyimiz 6 sotuvga tushgan. Bardakka sal ahamiyat bermaysizlar. Egachi срочный chiqib ketishdi bu yerdan. Bu yerda ham yana bitta xonasi bor. Bu hamma tovarlar olib chiqib ketiladi. Remontlari ham yangi holatda ekan. Bu elektrический xona bo'ladi. Binoyimiz 3 urindan iborat bo'ladi. Podvol, birinchi etaj, ikkinchi etaj. Bu yerda mana orqa hovli qoldirilgan ekan. Asosiy ishlab chiqarish bu yoqda bo'lgan. Mendan yaxshi bilsanglar kerak, Huvaydoda yerlarning narxi 50 mingdan 60 minggacha bo'lyapti. Yana bu o'shalarning eng yaxshi, eng qimmat joylaridan. 340 mingga baraka qilsanglar bo'ladi. Bu videoni biznesmen akalarga jo'natib qo'yinglar. Aniq lokatsiyasi va rasmlari Telegram kanalimda bo'ladi.